Chiroyli mashina ekanda havas qildim. Havas qilganlar bitta like bosib qo'yaveradi. Hammaga assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrli birodarlar, sog' salomatmisizlar. Bugungi Ramazon hayiti hammaga muborak bo'lsin. Roza tutgan barcha yurtdoshlarimizni ro'zalarini Alloh dargohida qabul qilgan bo'lsin. Xo'p, o'rtoqlar, Yevropada yurgan aka-ukalar, xabarlaring bo'lsin. Bugun Yevropa yozgi nimasiga o'tdi. 3 soatga farq qiladi hozir O'zbekiston bilan. Oldin 4 soat edi, hozirgi kunda 3 soat bugundan boshlab farq qiladi. Xabarlaring bo'lsin shu narsadan. Ish xohlovchilar, xudo xolasa, ertadan dushanbadan ofislarimiz ochiq. 9 dan 5 gacha bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Alek Rakovskiy 20A Russian 05090 indeks kodi. Ofisda bo'lamiz. Bemalol murojaat qilib, telefon raqamlar doimgidek +48 bilan 507 793 333, +48 bilan 780 505 555. Faqat iltimos Telegram orqali yo telefon qiling, yo primoy telefon qiling. Iloji boricha SMS, голосовой tashamasdan harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yana bir bor bayram muborak.